Azizlarim, keling, o'zimizni bugun bir oz to'xtataylik. Shoshilmasdan o'zimizni bo'sh qo'yaylik. Hech narsani o'zgartirishga urinmay, shunchaki borimizcha o'zimizni qabul qilaylik. Ichimizdagi hissiyotlar, chalkash fikrlar hammasi bilan birga. Endi o'zingizga bir savol bering. Siz baxtni qalbingiz bilan his qilasizmi? Yoki aqlingiz bilan anglaysizmi? Aslida baxt qalb bilan his qilinadi. Aql esa ko'pincha tashqi baholar bilan aralashib, bu hisni chalg'itadi. Bir o'ylab ko'ring. Biz o'zimizdan uzoqlashganda ko'pincha kimnidir takrorlaymiz. Kimningdir uyi, kimningdir hayoti, kimningdir imkoniyati. Aslida har kim o'z vaziyatiga qarab ish tutishi lozim. Har bir havas o'z me'yoridan oshsa, u hasad, undan-da oshsa baxillikka yo'l ochadi. Yaxshisi o'zimizga tegishli bo'lgan hoyu havaslardan saqlanaylik. Chinakam baxt kaliti bu shukronalikda. Havasni me'yoridan oshirmaslik esa inson o'zini tanishi bilan bog'liq. Barchamizga, o'zimga ham tafakkur ko'zi ochiqligini tilayman.